Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, hurmatli YouTube kanalim obunachilari. Juda ko'p bankrotlik bo'yicha video olganimdan keyin menga juda ham ko'p savollar kelyapti. Shu savollarning ichida bankrotlik amaliyoti necha pulga tushadi? Va masalan advokatlik xizmatlari bormi? Agar biz sizni faoliyatingizni polniy shartnoma qilib turib olib ko'radigan bo'lsak, demak buni alohida to'lovlar bo'ladi va bu to'lovlari hozircha minimalnisi bir oy uchun 1,5 million so'm deb belgilaganman. Endi e'tibor bering, bizaga advokatlik byurosiga murojaat qilishda bitta narsadan qo'rqmasligingiz kerak. Biz bank emasmiz, kredit tashkiloti emasmiz. Biz bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha siz qanaqandir foizlar, vaqtida to'lamagan bo'lsangiz, nimalardir penya, boshqa narsalar sizga qo'llanilmaydi. Nimaga? Chunki biz unaqa sizni bor yo'g'ingizni hammasini tortib olish bilan shug'ullanmaymiz. Biz xolis sizni faoliyatingizni polniy o'rganib chiqib turib, 1,5 million ichida summani ichida bankdagi hamma shartnomalaringizni olamiz. Sizni faoliyatingiz bo'yicha nimani qo'llash mumkin, shu narsani o'rganib chiqamiz va sizga manfaatlimi, foydalimi u narsa hammasini ko'rib chiqqanimizdan keyin biz sudga murojaat qilamiz va bu narsani sizga aytamiz. Bu bo'yningizga katta bir qarzdorlik qilib bo'yningizga qo'yib qo'yilmaydi. Endi qachon foydali bo'ladi? Masalan, bizga to'lanadigan o'sha 1,5 million so'mingiz sizni har oyda to'lab bo'yningizga qo'yilayotgan 4 million, 5 millionga qaraganda ancha arzonga tushadigan bo'lsa va sizga foydali bo'ladigan bo'lsa, bu narsa qo'llaniladi va biz birgalashib harakat qilamiz. Men advokatman, litsenziyam bor. Advokatlik qasamyodini ham qabul qilganman. Siz menga umumiy, ya'ni polniy ishonch bildirsangiz bo'ladi. Alohida shartnoma qilib hamma narsa prozrachniy ko'rinishda bo'ladi. Shu mashinangizni hozir kredit shartnomasi tortib olib qo'ygan bo'lsa, MIB tomonidan hali mashinangiz sotib yuborilmagan bo'lsa, kredit qarzdorlaringiz oshib yotgan bo'lsa, bu narsani to'xtatib turib, sudga chiqib, to'g'ri tushuntirib, fuqarolik sudida sizni manfaatlaringizni himoya qilinadigan bo'lsa yoki iqtisodiy sudda shu bankrotlik faoliyati bilan sizni manfaatlaringiz himoya qilinadigan bo'lsa, bu narsani biz kompleks xizmat ko'rsatamiz. Hozirgi kunda o'sha bitta bankrotlik bo'yicha ariza bilan iqtisodiy sudga murojaat qilish uchun 30 dan ortiq siz hujjatlarni ilova qilishingiz kerak bo'ladi. Bu narsani siz tushunib yetishingiz va ilova qilishingiz uchun sizga oylab vaqt ketadi. Bizda hozir bu narsa avtomatlashtirilgan tizimga qo'yilgan, hamma narsasi tayyor. Olib bo'lmaydigan bank, turli banklar sizga kredit shartnomangizni bermayotgan bo'lsa, ma'lumotlarni taqdim qilmayotgan bo'lsa, biz advokatlik zaproslarini jo'natib, ma'lum vaqt ichida bu narsalarni hammasini yig'amiz va sudga chiqaramiz. Va albatta boshida suhbat o'tgandan keyin sizga bu manfaatlimi yo'qmi hammasini tushuntirib o'tamiz. Chunki bizga haligi kasha, valakida u ishlar kerak emas. Shu narsani o'zingizga demak belgilab qo'ying. Telefonda murojaat qilinglar. Va Telegram botlarimiz bor. Telegram kanalimizga kirsangiz hamma narsa o'sha yerda aniq-tiniq ko'rsatilgan. Demak, like bosib qo'yinglar. Do'stlaringizga ulashib qo'ying. Va sizga qiziqarli bo'lsa, agar keyingi videolarimizni demak kutib qolinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.